Bismillahirrohmanirrohim. Tezkor savdo obunachilari, ertalabda Namangan Norin mosh bozoriga chiqamiz. Videodan boshlayman, bitta like, bitta podpискasidan chiqmasin. Bu qismga akalarim Lada Vesta, Lada Crosslar olishga harakat qilamiz. Ko'ringlar. Bunisining yili nechi dedingiz aka? Yili nechi dedingiz? 2020 porni kraska. Suvalari butunmi? Suvayi butunmi? Porni asojit bo'lgan, tuning qilingan desanglar ham bo'laveradi. Yumshoq balonlar, 5 talik saketkalar taqilgan. Yon tomon ko'rinishlari. Mexanika. Bu akalarim ikkinchi pozitsiya bo'lsa kerak. Yurgani qancha aka? 5800 km yurgan. Orqalarni ham ko'rsanglar bo'laveradi. Nechinchi pozitsiya? 2 ham bu. İkinci pozitsiya. Orqa magnitlarni ochib olsangiz, bu qo'llarga qo'shimcha kiritilgan akalarim, navrotar qilingan. Temir gaz baloni bor, zapaska balon bormi aka? Mashinaning zapaska baloni, orqalar shunga bo'lgan. Porni shunga bo'lgan. Navrotiga ham ancha pul kirib ketgan ekan-da. Mana bu tomon ko'rinishlari. Mashina porni shungacha, tomigacha shunga ekan. Aka buni motori qanaqa? 1.8 mi? 1.6 mexanika. Narxi nechi bu? Narxi $6700 $6700 kam bor. Generalniy chiqadimi? Generalniy bo'ladi. Generalniy bo'ladi. Variant bank degan joylargachi? Variant bor, bank yo'q. Variant bor, bank yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz? 94 741 66 64 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Olasizlar bonus bor. Lada Vesta X-Ray mi bu? Lada X-Ray. X-Ray. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi bu yoqda bor. Kiyimani beton. Yili nechi edi buni aka? 2021. 2021. Qanaqa bu? Motor qanaqa buni? 1.6 avtomat. 1.6 avtomat. Variant. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana ustozim yuribdi akalarim avtobozor. Yumshoq balonlari bor. 5 talik saketkalar qo'yilmayotgan. 120 ming yurgan. Hozir sotildi. Pul ketdi. Bu nechinchi pozitsiya? 6 mi bu? 6-chi pozitsiya akalarim. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yurgani 121 ming yurgan avtomat. Bu robotmasa? Yo'q, variant. Bu variant akalarim. Orqalari ham, orqa sidinalari ham. Qizingda 60 pozitsiya akalarim. Orqada mana metan gazlari bor. Zapaska baloni bormidi? Zapaska balon bor? Hamma narsalari bor. Mashinaning holatlarini ko'ryapsizlar. Aka buni 12 ta olayotgan dastavkalari bormi? Dastavkalari bor. Narxi nechi pul buni? $9400 kam bor. Nechi pul qildi bugun bozor aka? Hamma qabul qilyapti. Bermaganingiz bormi aka? Telefon qilsa kelishaverasizlar. Generalniy chiqadi bunga? Generalniy chiqadi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 94 741 66 64 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Olasizlar bonusidan. Yili nechi buni? 2021 kraskasi. Kraskalar toza. Motor qanaqa? 1.8 mexanika. Bu ham 1.6 mexanika. Bular ichida robot yo'q aka? Yo'q. Ko'rsanglar. Yumshoq balon, zavodga diskada mashina. Ko'rsanglar bo'laveradi. Buni 1.8 ham bo'ladi akalarim. Bu 4-chi pozitsiyami aka? 4-chi pozitsiya kirma kontrollari, old abezlari bo'ladi. Yurgani qancha buni? 100 ming yurgan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Ana orqa tomon ko'rinishlari. Bu propani bormi? Benzinda. Benzinli propan o'rnatilganmikan? Yo'q. O'rnatilmagan. Kenini qo'shib bermaysizlar, shunisini aytib qo'yaylik. Yo'q, qo'shib beriladimi? Qo'shib beriladi. Kenini ham qo'shib berilar ekan. Mana bu tomon ko'rinishlari. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bunisi narxi nechi pul aka? 8,5 ming kam bor. Kraskasini qanaqa dedingiz? Kraskalar toza. Generalniy chiqadimi? Generalniy bo'ladi. Generalniy bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz?
94lik 741 741 66 66 raqamlarga murojaat qilaverasizlar akalarim. 12 ta viloyatga yetkazib berish bor. 3 ta bitasini minib kelsanglar bo'laveradi akalarim. Bittadan like va chestdan chiqmasin. Akalarim 2021-yillarda Vesa minaman obunachilarimizga ko'ringlarchi, mana Namangan Norin Moshna bozoridan topib qo'ydim. Kraskalari-chi aka? Kraskalari toza. Petno rektovkasi ham yo'qmi? Petno rektovkalari ham yo'q. Motor ходовой коробкasi yo'qmi aka? Motor ходовой коробкasi yo'qmi? Shu ekan akalarim, motor ходовой bu 6 varianti. Mana yon tomon ko'rinishlari. Bu 4-paysasimi? 4-paysa oldi ejosi dinalar. Isida kirmon kontrollari bor. Yurgani qancha? 62 ming yurgan ekan. Orqalarini ko'rsanglar bo'laveradi. 4-pakalina propanlargacha bor. Mana mashinamiz orqa tomon ko'rinishlari. Bundan oldin akalarim bularni ham syomka qildim. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, mashinani egalariga telefon qilaverasizlar. Mashinamiz benzinda, propani bor. Tabletga 48 talik propani bor. Pakalina 4-pakalina akalarim. Ko'rsanglar bo'laveradi. Petno ham rektovka ham yo'q. Mana yon tomon ko'rinishlari. Narxi nechi pul bunisini? Narxi nechi pul? 10,5 ming kami bor. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Variant bank degan joylargachi. Faqat barter bor. Devo mashinalarga ham yo'q, faqat ladagami. Devoga ham qilaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 50 770 2440 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Bozorchi bersin. Akalarim navbatdagi mashinamiz Forzani opoqdan minaman desanglar, yili nechi buni aka? 215-yil 50 ming yurgan. Kraskalari-chi? Tozami? Motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Umuman ishi yo'q ekan, 4 yumshoq balonlar taqilgan mashinaga ko'rsanglar bo'laveradi. Nechinchi paysasi bu aka? Endi oxirgisi mexanika ko'rsanglar bo'laveradi. 50 ming yurgan deyapti. Orqalardan ham ko'rsanglar bo'laveradi mashinani. Ichidan like chestdan chiqmasin akalarim. Orqasini ochib qo'ysiz aka. Sen bo'shaydigini kutgandim. Bo'shaydingmi? To'g'ri, bo'shadi. Mana shuni sen videoga olmaysan. Bu benzinda o'zidami aka, propani bor? Benzinda o'zida. Zapaska balon bormidi? Sen so'qo'ssanmi? Hamma narsasi bor. Damkrat, mamkrat hamma narsa. Mashinaning holatlari yaxshi, sassanasi. Qiz bola bu. Hali mashina qiz bola, gazlar o'rnatilmagan. Narxi nechi pul buni? 5800. 5800 kami bor. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Generalni Numurlarni chiqadi. ham chiroyligini to'qib qo'ygan. Variant bank degan joylarga Bank yo'q, variant o'ylashib ko'ramiz. Variant o'ylashamiz. Barterchi degan mashinalarga. Barter bor. Barter bor. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93lik 93lik 671 671 72 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p akalarim, Lada X-Ray minaman degan obunachilarimizga opoqdan topib qo'ydim. Ko'ringlarchi, yili 2021 deysizmi? 2020 kraskalari-chi? Toza. Kraskalari toza. Ikkita joyda petnosi bor xolos. Endi ochib bersiz aka. Bu 1.6 mi 8 mi? 8. Tabletga propani bor. Propani bor ekan-a? Pakalini. Yon tomon ko'rinishlari, yumshoq balon diskalari, zavod qo'ydi mashina. Bu birinchi paysalardami? Bu 4-paysa avtomat. Chexol poligi bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bu yurgani 124 ming yurgan, kirmon kontrollari, monitori zavodskiy bo'ladi. Konditsionerlargacha bor. Ishlayaptimi konditsionerga? Konditsionerlargacha ishlayapti. Mashinamiz propan benzinda, mana orqa tomon ko'rinishlari. Propanni qanaqasi o'rnatilgan? Tabletgami? Tabletga pakalina propani bor, propan benzin. Generalni chiqadimi unga? Hamma dokument bo'ladi.
Mashinada generalni chiqadi. Buni narxi necha pul aka? 8,5 ming kami bor. Bozor necha pul qildi bugun aka? 7600 ga berilmayapti. 7600 ga qo'shsa olib berishaveradimi aka? 7600 ga qo'shasizlar, mashinani olib ketasizlar. Rasxodlari yo'q ham mashinani motorlarda. Hamma yo'g'i tayyor. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 94lik 94lik 363 363 0301. 0301 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, bozoringiz bersin. Vakillarning yana bitta Forza topib qo'ydim, ko'ringlarchi. Yili nechi buni? 14. 2014 kraskasi. Top toza. Kraskalari top toza. Motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Yo'q, Motor ходовойlarga jo'q. Yumshoq balonlar taqilgan zavod diska. Mana yon tomon ko'rinishlari, konditsioner ishlayapti hamma buni. joy ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi. Probegi qancha? 180 ming. 180 ming yurgan mexanika bu ham akalarim. Ko'rsanglar bo'laveradi. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'laveradi. Polilar solingan. Sedan orqasi xo'meyda qadam 4 ta sig'adi. Zapaska baloni bor. Bor, hamma narsasi bor. Bu ham benzindan. Bu ham benzinda mana. Bu benzinda qancha rasxod? Shahar ichiga 7,5 litr, danliga 5,5 litr. Boshqa Forza xuddi shunaqa akalarim, Forza mingan akalarimizni komment yozib yuborasizlar. Bunisining narxi necha pul? 4 mingga beraman. Uni bo'lishimi? 4 mingga beraman. Bo'lish akalarim 4 mingga beriladi. Generalni chiqadimi? Yo'q, bu оформление. Seni Оформление. kanalingdan olib telefon qilsa, o'tib beraman. Tezkor savdodaman desa 4 mingdan ham o'tib beradigan joyi. Nomiga o'tkazib oladi mashina akalarim. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93 93 671 671 72 72. 72 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. 4 mingdan oz-moz kami bor. 4 mingdan akalarim faqat tezkor savdo obunachilari uchun kami bor. Ko'rsanglar bo'laveradi akalarim. Akalarim yana bitta shampanskiy rangidan minaman degan obunachilarimizga yana bitta Lada topib qo'ydim. Ko'ringlarchi. Yili nechi buni? 2018 yili. 2018 kraskasi. Kraskasi top toza. 123 ming yurgan. U yerda rektorkasi bor, hozir. Rektorkasi bor. Kraskasi toza. 1.8 varianti dedi. Motor ходовой ishi yo'qmi? Yo'q, hech qayerda ishlamish. Hech qayerda hech qanaqa ish yo'q. Mana yon tomon ko'rinishlari, yumshoq balonlar, zavod diskalari bor. Mashina saloniga kirsanglar akalarim, mana ko'rsanglar bo'laveradi. Konditsioner, avezlari bor. Yo, 3 yo 4 bo'lsa kerak-da bu aka. 4-paytda bo'lsa kerak. Yurgani qancha? 123 ming yurgan. 123 ming yurgan, orqalarida mana. Keyingidan Ladani akalarim bilgan biladi. Nima? Temir gaz baloni bormi? Benzin bu. Bu benzin, gaz o'rnatilmagan. Yo'q. Gaz o'rnatilmagan ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Zapaska balonlari bormi? Bor, hamma narsa. Zapaska balonlarigacha bor. Narxi necha pul buni? Narxi 7400 dan tushib beramiz. 7400 kami bor. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Generalni chiqadi. Variant bank degan joylariga Yo'q. Naqdga bo'lsa kelishtirib beramiz. faqat naqdga. Barter bormi? Bor, ladalar bo'lsa, olamiz ham, sotamiz ham. Olamiz ham, sotamiz ham deyapti. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 91lik 91lik 344 344 10 16. 10 16 raqamlariga murojaat qilaverasizlar akalarim. Kimga qiziq bo'lsa shu joyda.